birovni qo'shiqlarini aytib, butun YouTube'da, internetda portlatgan o'sha mashhur Ozodaxonim bugungi kunda birovni farzandini, kelajagini, sog'lig'ini harom qilib qo'yib, yana chiqib olib sudya hal qiladi deysiz. Sudya nimani hal qiladi? Ilgarigi zamonda ham sudyalar bo'lgan, qozi kalomlar. Bekarga qozi kalom mulla deb yilmagan ulardi. Chunki ular ilmdan ham, bilimdan ham xabardor bo'lganki, ishongan hamma ularga. Hozir sizning nomingiz bor, obro'yingiz bor, pulingiz bor. Qattan bilamiz, balki bu sudyalar sizga ishlar. Bular o'qigan xolos. Joy namozni ko'rsa mashinasiga chiqol qoladi-yu, nima ekan deb. Qattan biladi bu tomondan. Agar sizni o'zingizning qiz farzandingiz mana shu ahvolga tushganda edi, ishonavering, o'sha gelikni mingan qizni chotiga qo'lingizni tiqib bachadonini sug'urib olgan bo'lardingiz. Endi birovning bolasiga kelganda buna qilishingizni qarang. Alloh bor, opa jasadingizni qarang, jasadingizni. Xudo borgan sari urib quritib tashlaydi. Bechara o'sha go'zal qiz avlodlar berardi. Kelajagi bo'lardi. Nima qildingiz? Endi 7 sm kalta oyoq bilan qatga boradi, kimga kelin bo'ladi, kimi xonadonida obro'li bo'ladi. Xudodan qo'rqing, Xudodan.